Nima sababdan Jean-Claude Van Damme kadrda doim baland bo'yli ko'ringan, lekin aslida uning bo'yi atigi 176 santimetrni tashkil etadi. Xo'sh, buning siri nimada? E'tibor beradigan bo'lsak, Jean-Claude Van Damme doimiy ravishda baland posadkali ikki zashipli shimlarni kiyib oladi. Oldingi videolarda aytganimizdek, bunday shimlar sizni bo'yingizni vizual darajada uzaytiradi va qomatingizni proportsional ko'rsatadi. Undan tashqari bunday shimlarda Van Damme'ga koronni tepishlari hamda shpagatga o'tirishi umuman hech qanday qiyinchilik yaratmagan. Shuningdek, Van Damme'ning italyancha stilga bo'lgan mehrini aytib o'tmasak bo'lmaydi. Chunki kadrlarda asosan ikki bortli yumshoq yelkali neapolitan yelkali pidjaklarni o'z ichiga olgan kostyumlarni juda ko'p kiyar edi. Va e'tibor bersak, ushbu pidjaklarni pastki bitta tugmaga qadab qo'yar edilar. Xo'sh, savol tug'iladi. Bunday obrazni bugungi kunda takrorlasa bo'ladimi? Javob: albatta bo'ladi. To'g'ri tanlangan mato, to'g'ri tanlangan o'lcham bu uslubni yuqori darajada amalga oshirishda yordam beradi. Savrano